Havaslar zon bir boqdi-yu ketdi. Ulshuq qari ko'zlar ofat so'zi otash. Hay hay necha vaqir bir sheva qilib etdi mani o'ziga hayron. Xush yoqdi-yu ketdi. Qadrdonlar, mana shu mani jiyanim, Nodira jiyanim, ammamda o'rtancha qizi, Xudo rahmat qilsin. O'limidan 2 oy avval mana shunaqa raqsga tushib, tog'a deb shunaqangi o'sha videolar qo'ygan edi. Ming afsus, oramizda yo'q. Mana 5 kun bo'ldi shu voqeaga. Bu o'shanda boshqa qishloqda yashaydi. Bizlar 3-4 oyda bir ko'rishib turamiz. Mana shu jiyanim bechara hamma tashvishlarni o'zini bo'yniga olgan. Bolalarim, bolam, chaqam, nevaram, boshqa deb 53 yoshda qazo qildi. Shu menga tog'a mazam bo'lmayapti, og'riqlantirib tabletkalar ichib, dorilar ichib yuruvdim. 2-3 oydan beri mazam bo'lmayapti deganga srochniy Toshkentga kelgani jiyan deb kelib hammasini tekshirib ko'rsak, ming afsuski butun jigar, oshqozon hamma joyda rak o'simtasi o'tib, metastaz berib butun organizmga qonga taqab ketgan. Endi uni yashiramiz desak ham o'sha narsani sezib boshqancha qilib qolganda, keyin sheta tog'a to'g'risini ayting, men rak ekanman. To'g'risini aytib bering, ko'rdim, bildim, eshitdim hammasini degandan keyin majbur bo'ldim, dajiyan, mana shunaqa ahvol dedim. Lekin dedim, bu Allohning o'zi dardini berar, o'zini shifosini berishi, o'zi shifo berishi hech gap emas jiyan. Nodira asalim, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen irodali qilsan, irodali bugun, boshqa bo'lgan, ajab emas, hammasi yaxshi ketar dedim. Bechara u ham bilib turibdi. Tog'am, men dedi, hammasini to'g'ri tushunaman dedi. Hech kimga og'irlamga qilmasdan shu paytgacha irodam baqoydi. Bundan keyin ham irodamni baquvvat qilib deyman deb mana shu o'yinib shunaqa qilgan ekan. Sheta Ulfat ukamga aytgan ekanda, o'lganimdan keyin shu videoni qo'yinglar, qarindoshlarim ko'rsin, ziq bo'lmanglar, shunday meni kulib eslanglar deb bechara. Shunaqa ham irodali ayol bo'ladimi? Men shunaqangi irodali baquvvat jiganim borligidan men g'ururlanaman. Bitta men boshqa ma'noda aytmoqchiman. Hurmatli singillarim, ayollar, opalarim, avvalambor o'zlaringiz sog'liqlarga e'tibor beringlar. Mana shu jinsiy kasalliklar bo'ladi, har xil bachadon kasalliklar, oshqozon, ichak kasalliklari. Hadeb dori ichib, tabletka ichib, og'riqlarni qoldirmanglar. Erta protez ketyapti, erta shamollash ketyapti. U bizlar nervist qilib, o'z vaqtida ovqatlanmasdan boshqa narsa qilgandan keyin rakka aylanib ketyapti. Bunga holatlar qancha minglab holatlarni ko'ryapmiz. Bolam chaqam shu instinktga kirib qolyapmiz. Bolalar o'zimdan o'zi o'sadi boshqa. Mana shu Nodirani bolalari, farzandlari Jamshid Madinalar aytadi, "Ayajon" deyapti-da, o'ligini ustiga borib qo'yib, "Bizlarni o'ylab nima qilardingiz? O'zingizni o'ylamasmidingiz, boshqa qilardingiz" deb. O'zingizni o'ylagan biz sizdan xafa bo'lmasdik deydi-da. Shu uchun deb bolalarda hadeb o'ylamaylik. O'z vaqtida biz tekshirib turaylik. Iloj boricha bir yilda bir marta bir joyimiz og'risa yoki og'rimasa ham bir tekshirib turaylik, yaxshimikan deb. Bitta ikkita tabletka bilan, ozgina dieta bilan, ozgina e'tibor bilan bizlar uzoq umr ko'ramiz. Shu uchun singillarim, avvalambor sog'liqlaringga qaragan, uzoq umr ko'rib, sizlar kasal bo'lib yotib qolib yoki mana qanday rak kasalliklar bo'lish yoqda tursin, uzoq umr ko'ringlarda, bolalaringda, farzandlarda huzurini ko'rib, shularda duo qilib yuringlar. Ana shunda nima deydi, bu dunyoda armonda ketmaysiz. Bolalaringiz yaxshi kunlarni ko'rib o'tasizlar. O'zingizni ehtiyot qilingizlar, singillarim, opalarim.